Bu o'sha Samarqandga sotilgan, hozir uyda nariga eshikda turgan qorali hamtana makiyoni bular. Bu pixli makiyoni qizi. Bu ko'r xo'rozimiz. $100 ga berilmagan ko'r xo'roz bu. 4 kilo 700 da. Agar ozib qolmagan bo'lsa. Ular tuxum qo'yapti bular. Xudo xolasa ma'qul kelsa tuxumi 100 ming so'mdan beriladi. Pari ham go'zallar, bu pari ham go'zal. Qozlari ham boshqa narsa. Makiyon ham oma go'zal narsa. Ikkovi ham.